Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Qalampir monchoqning foydali xususiyatlarini bilasizmi? Ayniqsa qalampir monchoq yuqumli kasalliklardan zo'r himoya qiladi. Buyuk ajdodimiz Abu Ali ibn Sino yuqumli kasalliklarni davolashda oshlovchi va antiseptik xususiyatlarga ega bo'lgan giyohlardan keng foydalangan. Xususan qadimdan qondagi virus va zaharli xiltlarni tozalashda parmanchak tomiri hamda qalampir monchoq qaynatmasi ishlatilgan. Qalampir monchoq noyob va qimmatbaho hisoblanib, uni har kuni og'izga solib yurish turli yuqumli kasalliklar yoki yoqimsiz hidlardan saqlagan. Qalampir monchoqda kuchli antiseptik moddalar mavjudligi sababli viruslarni o'ldirish xususiyatiga ega. Bu o'simlikdan uzoq safarlarda ozuqalar aynimasligi uchun qo'llanilgan. U shamollash va grippda foydali. Shu bois momolarimiz uni choyga 4-5 donadan solib ichishgan. Ziravor K, B6, B1, C va riboflavin vitaminlari manbaidir. Qalampir monchoq shamollashda samarali vosita, mukammal antiseptik hisoblanadi. U og'riq va spazmlarni kamaytiradi. Teridagi kichik yaralarni davolashda yordam beradi. Ovqat hazm qilish tizimini tartibga soladi va ishtahaning pasayishi bilan kurashadi. Og'iz hidlanishiga yo'l qo'ymaydi. Bundan tashqari uni sharq mamlakatlarida suyak to'qimasi va qon tomirlarini mustahkamlaydigan, saraton hujayralarining rivojlanishiga to'sqinlik qilib, asab tizimini tinchlantiradigan deb ta'kidlashadi. Xalq tabobatida ushbu ziravor malhamlaridan ayollarda bepushtlik bilan kurashishda foydalanishgan. Ayollar uchun qalampir monchoqning yana bir qimmatli xususiyati to'lg'oq paytida og'riqni kamaytirgan. Bundan tashqari ushbu ziravor asab faoliyatini yaxshilab, ruhiy zo'riqish va stressni yengishga yordam beradi. Qalampir monchoq iste'moli ayollarda xavfli o'smalarning oldini olishga yordam berar ekan. Buning uchun qalampir monchoqni 2 yoki 3 donasini og'izga solib shimib yurish kerak yoki kukunidan oz miqdorda iste'mol qilish kerak. Agar bu sizga to'g'ri kelmasa, choyga 3-4 ta domina solib iste'mol qilsangiz bo'ladi. Azizlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan yana bir foydali ma'lumotimiz shulardan iborat edi. Xayron o'z kanalini kuzating va doimo sog' salomat bo'ling.